bir duo qilaylik, boshqa bir narsaga duo qilaylik. Hammamizda ham aka bor, uka bor, ota bor, ona bor, yo'qlarda Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Qolganlarning ichida bir oiladan birov sher bo'lib tug'ilar ekan, birov salmondero, birov bir mard bo'lib, birov nomard bo'lib tug'ilar ekan, birov bir shu zo'r bo'lib tug'ilar ekan, birov sal boshqacharoq bo'lar ekan. Birov maymun bo'lib tug'ilar ekan, birov boshqacha bo'lib tug'ilar ekan. Shu avvalo hammasi inson bo'lib tug'ilar ekan, u hayotga kelgandan keyin shu o'zini miyasini ozgina bo'lsa ham ishlatishga harakat qilmasdan Allohdan qo'rqmaydigan bo'lib qolar ekan. Ba'zi bir sabablarga ko'ra shu o'zini tuta bilmaydigan, qarindosh urug'ini, ota-onasini, aka-ukani hurmatini qilmaydigan bo'lib qolar ekan ba'zi birlar. Unga ham ba'zi bir narsalar sabab bo'lar ekan. Sabab hech narsa bo'lmas ekan. Shu iloyim shu yaxshilarda va yomonlarda ham Alloh o'zi ko'rib turibdi. Yaxshilarga ham, yomonlarga ham Alloh taolo insof bersin. O'sha mundayroq tug'ilganlarda iloji bo'lsa, kallasiga bir ozgina bo'lsa ham bir Xudodan najot so'raymanki, ozgina bo'lsa ham bir fikr yuritishni bersin, hech qilmasin. Ozgina bo'lsa ham hammamiz ichimizda ham bor. O'zimiz ham balkim bir ba'zi bir joylarimiz, yetishmovchiliklarimiz bor. Balkim meni shu gapirayotganim ham xatodir. Kimnidir dilini og'ritayotgandirman. Lekin iloji bo'lsa Alloh taoladan bir so'rasayda shu kamchiligimiz borlarni kamchiligimizni Alloh taolo o'zimizni dilimizga solib tuzatishga yordam bersa, shu chiroyli hayot kechirishni harakatini qilsak, bir-birimizni dilimizni og'ritmasak, bir-birimiz bilan chiroyli yursak, chiroyli tursak, qarindosh urug', yori birodar, shaharimiz, umuman shu yurt hammasi tinch bo'lsa, bola chaqalarimizni ichida ham shunaqa ablahlar bo'lmasa, shunaqa kamchiligi bor odamlar bo'lmasa, chiroyli bo'lsa, farzandlarimiz ham. Shuning uchun Xudodan bir so'raylik, shularga, o'zimizga ham, shularga ham Alloh insof